Germaniyaning Erfurt shahrida turibmiz. Bu shahar Aleksandr Pavetkin va Ruslan Chagayev o'rtasidagi jangga guvoh bo'ladi. Ikkita ekskavator bir-birini mushlab turgani asosiy reklama vositasi sifatida ishlatilmoqda. Demak, bu ekskavatorlar jangi sifatida tarixga kirishi kutilmoqda. Biz ozodlik muxbirlari Alisher Siddiq, Abdulla Iskandar bu jangni yoritish uchun hozir mana kongresslar uyiga kirib ketyapmiz. Ruslan Chagayev. Zalda Chagayevning nemis muxlislari bilan birga O'zbekistondan maxsus kelgan kichik guruh ham bor edi. Ruslan Chagayevga barak tilaysizlarmi? Ruslan Chagayev, конечно. Qanaqa endi yutadimi, yutmaydimi, nima? Xudo xolasa yutadi. Yutadi, xudo xolasa. Bu nima ahamiyati bor endi bugungi jangda? Chempion mira bo'ladi. Chempion mira bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Xudo xolasa yutadi, atay keldi O'zbekistondan. Qayerdan keldingiz? Andijondan keldik. Bitta joyda trenировка qilganmiz biz. Siz ham bokschimisiz? Jahon chempioni O'tkirbek Haydarov. Keladi, shu bo'yda ko'rgani. Balet qilib, pajesha qilib ko'rdik. Hozirda ko'rish chiqib gaplar chiqdi. Zo'r tayyor hozir. Kim oldingi bo'ylardan ko'ra yaxshi tayyorman dedi. Xudo xolasa yutadi deb o'ylaymiz. Marg'ilondan ataylab kelgan Chagayevning muxlisi uning g'alabasiga ishonadi. Men Marg'ilon shahridan keldim, O'zbekistondan. Ataylab mana bokschi keldingizmi yoki sayohatga bu yerda? Albatta, men Ruslan Chagayevning o'yinini ko'rgani keldim. Xalqlar bu Ruslan Chagayevning o'yinlarini ko'rgani kelaman va biz bu Chagayevni bilan faxrlanamiz. Buni Chagayevning g'alabasiga albatta ishonamiz. Zalga yig'ilganlarning aksariyati Chagayevni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Chagayev bilan jang qilgan Aleksandr Pavetkin maykasida millatchilik ruhidagi shiorlar yozilib edi. Bunday maykalar zal ayvonida sotildi. Kim yutadi degan qimor mashinalari ishlab turdi. Jang Chagayevning mag'lubiyati bilan tugadi. Chagayevni musobaqa jarayonida qo'llab-quvvatlagan nemis bokschisi Juan Carlos ochkolar hisobidan mag'lubiyat har doim bahsli ekanini aytadi. Chagayev yaxshi jang qildi. Uni biroz omadli kelmadi xolos. Endi bu sport, birov yutadi, birov yutqizadi. Musobaqada Chagayevga sekundant bo'lgan taniqli bokschi Artur Grigoryan ham Juan Carlos fikriga qo'shiladi. Xudo xolasa yana ko'p sportsmenlar, ko'p chempionlar bo'lsa, o'zbek bayrog'ini ko'tarib yuramiz hammaga. Chagayev jangini ko'rish uchun Krasnodardan kelgan muxlis Irina bu musobaqa haqida O'zbekistonda hech narsa aytilmaganidan afsus bildirdi. Действительно очень обидно, потому что за парня прилетают из России. Я знаю, из Гамбурга ребята приезжают, и девчонки, то есть мы здесь уже знакомимся как фаны, да, то есть почему-то своя страна как-то, по сути он-то чемпион, очень хороший парень. Musobaqa so'ngida ozodlik bilan suhbatlashgan Ruslan Chagayev mag'lubiyat uchun ishqibozlardan uzr so'radi. Nima desam bo'ladi? Kechirasizlar, unaqa jang bo'ldi. Endi xudo xolasa bu sport keyingi safar xudo xolasa yutuq bo'ladi. Bir zo'r bo'ladi. Bir yutamiz, bir yutkazamiz. Hayot shunaqa ekan. Endi xudo aytganda bo'ldi bugun. Lekin xudo xolasa hayot yana ham uzoq, uzun va xudo xolasa keyingi safar g'alaba bo'lib chiqamiz. Agar yutsam g'alabamni O'zbekiston mustaqilligi atagan bo'lardim, deydi Armon bilan Chagayev. Men ham shu o'ylaganman, shu xudo xolasa yutsa edim men. Shirinkda aytardim mana bu
O'zbekiston milliga bilan mushtaqlik bo'lganiga nima bu jangga bag'ishlangan. Lekin nasib qilmadi.